namoz o'qiyapsanmi desam, bir mahal bomdod o'qib qo'yapman deydi. Ichinglarda bor, bir marta bomdod, u ham chalak amjadda. Bir kun o'qisanglar, 2 kun o'qimaysizlar, yana jumaga boryapmiz deydi. Sen nima, xristianmisan, bir haftada bir marta borib qo'ysan. Sen nasoromisan, bir marta cherkovga borib qo'ysang, borasanda pop oldiga, "Meni kechirib yuboring, gunohimsan, bo'ldi, seni kechirdim" deydigan nima? G'ayridinmisan? Sen shu bilan jannatga kiraman deb o'ylayapsanmi? Agar sen bozordagi do'koningga bir hafta bir marta bor savdo qilmayapsan, nega sen bir marta ovqat yemayapsan, bir haftada bir marta ibodat qilayotgan ekansan? 5 mahal ovqatni urasanda, do'koningni bir kun ochmay qolgin, bir kun do'koningda savdo bo'lmay qolsin, qayoq holga tushasan? Nega sen ibodat shunaqami? Bir mahal qayerdan kim senga va'da qildi? Bir mahal jumani o'qib turaver, men kechirib yuboraman degan kim bor orqangda turgan kim? Qoming kim seni? Azobdan qutqarib olaman degan, mana men turibman degan kim? Ulardan ham battar hali ahmoqlari borda. Nima emish? Biz endi namoz o'qimaymiz-ku, ora-chora